Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Miraç kechasida Alloh Taolaga bir necha so'rov berdim. Ham javobini eshitdim. Birinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Jabrailga 600 qanot berding. Onun barabarına menga ne berding? Rabbim aytdi: Sening bir qiling menga Jabrailning 600 qanotından suyuklirakdir. Bir qiling sababli necha ming gunohli ummatlaringni qiyomat kunida tamuq o'tidan ozod etarman. Ikkinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Adam alayhissalomga farishtalar sajda qildilar. Onun barabarına menga ne ihson etding? Aytdiki, Adam alayhissalomga onun uchun sajda etdilar. Sening nuring onun mang'ayida edi. Aytdimki, onu jannatga kiritigiz. Aytdi: Onu jannatga kiritdim. Yana shigardim. Amma seni ham ummatingni jannatga kiritirman. Menga shigarmam dedi. Üçüncü so'rov. Aytdim: Allohim, İdris alayhissalomni eng yuqori o'ringa ko'tarding. Rabbim aytdiki, seni g'ari shakliga ham qon qavasayin maqamına erishtirdim. Şulay yo'q ummatingni yorliqadim, ham onun gavdasini ko'tardim dedi. Dördüncü so'rov. Aytdim: Allohim, Nuh alayhissalomga kuyma berding. Menga va ummatima ne berding? Rabbim aytdi: Senga buroq berdim. Bir kishada g'arishga erishtirdim. Jannat ham jahannamni ko'rdim. Senga ham ummatinga mashitlar berdim. Beshinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Halil alayhissalomga Namrud o'tin guliston qilding, ham o'zingga Halil etding. Rabbim aytdi: Jahannam o'tin senga va ummatlaringga guliston etarman, ham seni o'zima do'st etdim. Oltinchi so'rov. Aytdim: Allohim, İsmail alayhissalomga zamzam berding. Rabbim aytdi: Senga Kavsar berdim. Aytdim: Ona fida berding. Aytdi: Juhudlarni sening ummatinga fida etib, jahannamga ularni kiritirman va ummatingni qutqararman. Yedinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Solih payg'ambar alayhissalomga duya berding. Rabbim aytdi: Senga g'animat molin, ya'ni sug'ishda kirgan molni halal etdim. Ham senga Qur'on indirdim. Bu senga duyadan ortiqdir. Sekizinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Lut payg'ambar alayhissalomni qorong'i tunda gunohli bandalardan qutqarding. Rabbim aytdi: Seni ham g'arab mushriklarini qutqardim. To'qqizinchi so'rov. Aytdim: Allohim, Hud payg'ambar alayhissalomga kuchli jil jibarib mushriklarni halak etding. Müminlarga rahat bo'ldi. Rabbim aytdi: Senga ondan da yaxshiroq narsa berdimki, qiyomat kunida ummatlaring sirat ko'prinda turganda bir jil kelib sening ummatingni ortindan surib jahannamdan qutqarar, ham jannat eshigi tubina iltar. 10-chi so'rov. Aytdim: Allohim, Musa payg'ambar alayhissalomga Tavrat berding. Rabbim aytdi: Senga Qur'on berdim. Aytdim: Musa qavmin dengiz o'rtasidan chiqarding. Hatta oyoqlari da shilanmadi. Aytdi: Qiyomat kunida ummatingni jahannamdan shulay chiqararmanki, shilangan oyoqlari da ketmas. Musaga berganidan bu ortiqdir. 11-chi so'rov. Aytdim: Allohim, Davud payg'ambar alayhissalomga Zaburni berding. Ham qo'linda temirni yumshoq etding. Rabbim aytdi: Senga Xoliqning ko'nglini yumshoq etdim. 12-chi so'rov. Aytdim: Allohim, Sulaymon alayhissalomga milk berding. Rabbim aytdi: Senga jannat milkin berdim. Aytdim: Ona jilni bo'ysundirding. Bir tavlikda bir oylik yo'lni o'ta ola turgan bo'ldi. Aytdi: Seni
Burak bilen көз açıp yumganчы нече 100 000 yıllık yolunu gizdirdim. Bu artıktır. Süleyman'a bergenim artıgırak mı? 13-ші сұрау. Әйттім, Allah'ım, Yunus Peygamber aleyhisselamны 3 qarangılıktan kutkardım. Rabbim aytты, ümmetingni de 3 qarangılıktan azat ettim. Qabr, qiyamet ve sirat qarangılığından. 14-ші сұрау. Әйттім, Gaysa aleyhisselamga su berdim. Rabbim aytты, onu senin ümmetin için Kıyamet gününde azık ettim. Hem ettim. Ona İncil birdim. Eytti. Sina İhlas suresin birdim. 15-ші сұрау. Eyttim. Allah'ım, Bani İsrail'ge men veslevi birdim. Rabbim eytti. Senin ümmetine dünya ve ahiret ni'meti birdim.